Nima dedi? U boylikni tanladi. Kim? Nargis. Behruz, yomg'ir yog'ayapti. Qani gut? Mayli. Yomg'irda ko'z yoshlar bilinmaydi. Yur PlayStation o'ynaymiz, kayfiyat ko'tariladi. To'g'ri aytasan. Yur. Siqilgim kelyapti. Yig'lagim kelyapti. Voy, Behruz, mana uni taqvo eshitilyapti. Siz Davron akaga o'xshaysiz. Menga qasr qurib bera olasizmi? Xohlagan narsamni muhayyo qila olasizmi? Yo'q. Bilezinki buguncha guldek umrimni xazon qilmoqchi emasman. Yig'layapsanmi? Do'stim boy bo'lgin. Boy. O'shanda hech qaysi qiz seni tashlab ketmas ekan. FIFA o'ynamaymizmi? Amaki, o'g'lisi qizi tashlab ketganda ehtiyot bo'lib turing, o'zini bir nima qilib qo'ymasin. Qattiq siqilyapti. Obbo, shu kam edi endi. Xo'p, pichoq vilkalar oldim. Tifarlarni olib, suv qaynatib, ustidan quyib yubormasin. Dada, pichoq qani? Yo'q, pichoq nima qilasan? Ha, karchka qo'rib, qorin och qoldi. Pichoq yo'q, ana cho'qqa ko'mbi. Obbo. Shankarga o'xshab cho'g' og'ziga solmasin ish qilib. Yettinchi qavatda qolib ketdi yuragim. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonaga ketyapti. Chi? O'zini osib qo'ymasin. Bitta qiz uchun o'zingni osib olishsan, nomard. Nima deyapsan-da? Nima arqon ko'tarib molxonaga kiryapsan? Ha, bu kabel-ku, dada, Wi-Fi'ga kabel olib keldi. Menga qara. O'zingni olsang o'ldiraman bola. Nima qilding? Yettinchi qavatda qolib ketdi yuragim. O'zini tomdan tashlab yubormasin.